Marvel dünyası Ömçük Balvan obrazını Sony'ga setib etgan ve aynı vaqtimizda bu yerki Amerika kapitani Leishun Gantesha Hoy qatorliqlarning obrazini dabaq bikaq birli etsa Sony almaptiki. Unda olsa bu qanday hikoya? Tafsilda tunishmoqlar. 1962-yili Ömçük Balvan obrazı bir odatdagi ressam loyihachi tarafidan chizib yaratildi. Endi buniki bu ilhamı olsa aynı vaqtimizda bu bir taqqa yamash uchun marat ko'rsatdi. Bir igiz o'ylanga chekirib yamishib, nikandaylik argamtda ta'tir sanglab bu qan narsalarni ko'rib, shuningdan ilhom oldi. Endi va shu kuni bu qattiq ta'sir qilib, uyda qarab tursa, odam va tabiatda Afrika yoyliqlarida bir o'mchikda bir qora o'mchikning hikoyasini qo'yib turdi. Shuning bilan bu ma'ni oniga bog'lab qattiq bir ilhom, bir genjokilda buningga. Shuning bilan bu kalsiga kelgan bu obrazni, bu simani darhol sizib chiqdi. Shuning bilan bu yerga Ömçük Balvan obrazı eng dastlabda qog'oz ustiga manxo altida yaratildi. Endi bu chaqda Marvelning rasmli kitob manxo gazetari ajoyib qo'l bo'lgan Amerikada bolalar, yoshlarning orasida. Shuning bilan bu Marvelning lobidan aloqalashib, shu yerda ishlaydigan to'qamdi. Ma'lum qistirib satsaq, ma Ömçük Balvan deb mandaq bir palvon jursa, ma'ni obraz u bu desa, bu lobaning uchun menga bu Ömçükni kim ko'rdi? Bu kichik bolka u bu deb boshda yaratmagan. Hamda kim bu yerdagi loyihachi aldirmay bir kun o'g'irlikcha bu Marvelningki mushalik jurnal, rasmlik jurnali gezdiga bu Ömçük Balvan obrazining hikoyasini bir ikki bat qistirib qo'ygan. Shuning bilan bu tarqalganki ajoyib qo'llab ketgan nurg'ullarning yaxshi ko'rishiga erishib shu qatimliq bu rasmlik jurnali setilib tugab ketgan. Shuning bilan Loban darhol buncha qilib ajoyib yaxshi qilsa, oxir davomliqsiz hamda bosh batkisan sizg'in deb degan bu qoidalardan buni e'lon qilgan. Buni qancha ko'p chiqargan, shuncha ko'p bozor tep ketgan. Shuning bilan Ömçük Balvan obrazi rasmiy usulda kishilarning ko'nglidan o'rnagan. Hamda chunki bu vaqtimizda qaraydigan bo'lsak, bunun burunqi Marvelningki obrazining hammasi cho'ng odamlar, masalan Amerika kapitani deymiz, Leishun deymiz, Hulk deymiz, Banner deymiz, bularning hammasi bir cho'ng odamlar. Bu yerdagi Ömçük Balvan bo'lsa, o'ttir maktabda o'qiydigan bir yosh kichik bola. Uning ustiga bu night to'van tabiqidan chiqqan, maktabga borganda saboqdoshlarining bir bo'zak qilishiga, buni chakqa qishiga uchraydigan mushundaq bir obraz. Bu odatlik bir nomrat eng to'van qatlamdan chiqib, ota-onasi yo'q ayna qarsak, unikini bir katta bir palvon yaxshilik qildigan, dunyoni qutqizdigan deb qo'ydi hisobda. Mushundaq bo'lib ketgan. Shuning bilan bu ko'pchilikning nurg'un odatli kishilarning qabul qilishiga erishgan. Keyin shuning bilan bu yerga Ömçük Balvanning karton filmlari ishlanib, texnik bir qiziq nuqtaga yuqori ko'tarilgan. Shu vaqtimizda jumlalarni misher qistirib o'tdik. Endi bu yerga Marvel kinolarining hammasi asli Amerikada shu vaqtning o'zida karton film shaklida hammasi ishlanib bo'lgan. Karton film shaklida hammasini kinosi hamda bizga bu yerda faqat Mao Disneyning Shaparan palvonnikini biz kichkimizni to'l ko'rgan. Endi Marvelning kinolarini yig'ib ko'rgan, biroq Yevropa, Amerikalarda shu vaqtda Marvelning karton filmlari ajoyib qo'l bo'lgan. Barbara keyin hamda bu yerdagi Marvelning mayli Amerika kapitani u bularning eng dastlabki odam rollagan haqiqiy kinolari shu vaqtning o'zida chiqqan, lekin hozirda qo'l bo'lmagan bilan. Endi biroq mishalki faqat Ömçük Balvanning rasmiy odam rollagan bir obrazi bir kinosi chiqmagan. Shunlar 37 yil o'tib ketgan. Ya'ni bu yerga Ömçük Balvan obrazi qalamdagi sizib manxoda chiqib 37 yilgacha buning rasmiy odam rollagan kinosi chiqib bakmagan. 1999-yili Marvel shirkatining qattiq shataq chiqib, bularda iqtisodiy krizis yuz berib, shirkat vayron bo'g'il tas qoldi. Shu vaqtning o'zida bu yerga Yaponiya Sony shirkati fursatni g'animat qilib, bular bilan aloqalashib, chiqib bu yerga Ömçük Balvanning kino ishlash huquqini benchensini setib olmoqchi bo'lgan. Bular bilan to'xtam tuzgan. Naiti 7 million dollarga setib olgan bo'lgan qaranglar. Shuning bilan bu Sony buni setib olgandan keyin kino ishlashga boshlaydi. 2002-yili, 2004-yili, 2007-yili arq-marqa uda Ömçük Balvanning 3 bilim kinosi chiqdi. Dahshatli bilet kirmayapti. Butun dunyoda bu xo'lib turdi. Shunga Uyg'urchag'im shu vaqtda tarjima qilinib ketgan-ku. Jami 2.5 milliard bilet kirimi yaratgan. 2 milliard 500 milyon bilet kirimi. 100 destidan ortiq paydagan bir yerki Sony qaranglamış bilet kirim bilallah. Marvel bunu görüp yığılab ülüp qalay deb qalgan bankısı eqib premaz yanğıcı demay. Çünkü hem de bu vaqtning o'zida bu Marvelning qo'shiq ko'pkini yalğız bu Ömçük Balvan obrazi emas. Şu vaqtning o'zida Ömçük Balvan obrazini satqa vaqtning o'zida Sony bilan to'xtam tuzib bular
Her 5 yılda bir kısım Ömçük Balvan'ın kinosunu işleyse, 5 yılda bir yeni kinosu çıkış gerek, çıkmay kalsa, bu Bentuan'da özlükten vazgeçken bulup biz tatip alamayız degan. Bu gap Sony'ni texim xo'shalik qilgan. 99 yılı Bentuan algandan başlap hozirgacha 2025 yilgacha desakmi Sony 10 bölüm Ömçük Balvan kinosunu ishlab bo'ldi. Bu 5 yılda bir kısım ishlaydiganga Sony'ning taqti yo'q. Pul deganda suvdek suv yapasa. Bu yerda 10 bölüm Ömçük Balvan'ın kinosidan Sony en az bo'lganda statistikaga asoslanganda 9 milliard subkirim qilgan. Albatta davomli ishlaydi buni, shunami? Men eng yangi ko'rgan uchurimni qarsam, bu yerda Nicolas Cage rol olgan Ömçük Balvan'ning yangi bölümü 2026-yilga. A3 Ömçük Balvan'ga o'xshamaydigan parallel dunyodagi ama shalab kiydigan ko'zoynak taqib olgan bir g'alitarak bir Ömçük Balvan obrazi bor ekan Marvel dunyosida. Ham shu obrazni yangi bir Ömçük Balvanni bu yerdagi konu turulmuga arsib yetgan Nicolas Cage rolini elib, mana shu Ömçük Balvan kilerjili chiqamish qaranglar bu yerda Sony bosh emas deyman. Bu bilet kirimlikka ziyon binori Marvelning texim için tatlaydigan, texim için ochiq qildigan nima ekan? Sana o'z vaqtida 7 milyonga Ömçük Balvanni satganda shuningga qo'shib 9 milyonluk IP, yani shundaq Marvel dunyosidagi Chao Ji-Yun obrazlarini billa Sonyga so'qib o'tibdi-ku. Voy sen meni alding, voy rahmat bizni qo'llaganingizga. Ma obrazlarni sizga bir vatay, mening Bentuan'ni qo'shib sizga so'qigan billi degan. Endi Sony hozircha buning ichidagi faqat birsini ishladi, ya'ni Duye. Duye'ni hozir 3 bölüm ishildi-ku. Buningdimi 1 milliard 800 milyon kirim qilgan. Qaranglar, Sony yamamika vahshiy deyman bu yapıllıqlarni ko'zga ilmagan bilan bu jirahni bu Sony ajoyib qildi. Lekin endi bu yerda Marvel mu bo'sh emasga qo'jamning qo'yisi bor degandek. Marvelni xo'sh qildigan nimka, ko'nglarim taqilgan nimka desanglar, o'z vaqtida bular kalisi ishlab, bu yerda Ömçük Balvanning faqat kino ishlash huquqini, kino paydiyaning Bentuan'ni setibga, biroq so'd setib qilish huquqini Bentuan'ni satmabdi. Epqeptike yani bu nim degan gap sanlar Ömçük Balvanning Marx chaplangan kiyimi, qo'nchaq, o'yin u bu degandek, hali bosh kiyim u bu degandek narsalar bor-ku. Mushuning hammasini u huquq Marvelning qo'lida. Endi mush necha yoqdi bu yerki Marveldagi bu endi Ömçük Balvan Sony tuntib keyin Marvel mushu satgan so'd xarakterli narsaga tayiniblar, necha pul topganini bilamsizlar? Aqlinglar yetmaslik mumkin. Kinoning bilet kirimidan yuqori ketgan, ya'ni 14 milliarddan ortiq ko'p kirim qilgan. Marvel faqat mana shu Ömçük Balvanning mana shu Marx chaplangan bir narsalarni setiblar. Demak, Marvelning ma tadbirimi haqiqatan qolishmika 36 tadbirning natijasiga tushdi. Uqamsizlar mana shuni? Uqmaysizlar. Shunga so'zsizlar ba'zi keyingilikni o'ylashmi muhim. Balkim Sony hozir o'ylasa buni pushaymon qilish mumkin. Biroq Sonyning eng ko'ngli ochiq qildigan ish nimka desanglar, hargiz bu Ömçük Balvanning so'd Marx emas, balki Marvel o'z vaqtida bu yerga Ömçük Balvan satganda bir talay IP'ni bikaq berdimi, undan sir o Sonyga yeni davomli hamkorlashsak, biroqlar 25 milyon pul chiqarsanglar, 25 milyon dollar qaranglar aytdi. Shu vaqtimizda Ömçük Balvanga ketib Amerika kapitani Leyshin, Hawk, Gantesha, Yingyan qatorliq mavjud cho'ng IP'larni man noch obrazlarning hammasini bir-biratlaysilga desa, bu yerda Sony yo'q, mana shu Ömçük Balvanda anla bikaq vaynan olsam bo'ldi, bu qog'ini olmayman deb rad qilib emasmi? Qaranglar, o'ylab taqinglar. Hozir meni o'ylasa Sony'ning qanchalik ish chetishiga. Endi Ömçük Balvan buni ayt qizidi, biroq Marvel dunyosiga nisbatan bu yerda Gantesha, u kapitan, Leyshin, Hawk, o yingyan o bu qat chumiylardan bu qatorliqlarni bularni yuqori nuqtaga chiqyapti. Endi mush nuqtani aytsak-ma, keyin nima bo'ldi, qanday qildi, hech kim uqmaydi. Shu vaqtimizda 25 milyon dollar deganmi, Sony'ga nisbatan xil cho'ng pul bo'lishi mumkin. Qiltaq tushib ketsa, uni pul topolmay qolsa qanday qildi, shunami? Endi uni o'ylamgan taqdirda bu yerda Sony haqiqatan o'ch qilgan. Shu vaqtimizda setib olgandimi, nurg'un kirim qilayotgan. Uning ustiga hozir men bayardim Ömçük Balvan bilan Duye'ni ishildi. Uningdan boshqa bularning qo'lida yana nurg'un biz ko'rib baxmagan Marvelning Chao Ji-Yun'lari IP'lari baka. Uni keyincha oldirmay ishlaymiz deb turibdi Sony. Demak, ular chiqsa, yana Sonyga bo'sh kirim ekanmaydi. Shuning uchun qarsak, mayli dunyo so'zida mayli har qanday bir odam o'zining tafakkurini beyitish kerak, jirohni o'ylash kerak, bunning uchun ko'rmaslik kerak. Shuning uchun men bu yerdagilarga
Sunzining harbiy ishlar dasturini yeyishib, izib, ichirib, qadi kitob darsxonasiga yo'llab qo'ydim. Undan sirf bu yerdagi dunyodagi eng ulug' 50 xil tafakkurni yo'llab qo'ydim. Qadi kitob darsxonasiga kirib, chuqur anglab beqinglar. Sizlarga bu nihoyat foydasi va keyingi bir kunlarda ey deb qolmaylik. Darsxon topamganlar qadi kitob deb pinch yazsanglar, undidarim chiqadi. Kirsanglar, shu sizlarga avatib bersam bo'ldi. Yoqtirgan do'stlar undarni qochirib olsanglar sizlarga avatib berman. Undan rahmat.